Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi o'zgarma. Endi bu darsga kirishdan burun biz ifodalarni ikki bo'lib oldik, durustmi? Biz ifodani ikki turini bilamiz. Bu birisi sonli ifoda, yana birisi harflik ifoda. Aytaylik 5 qo'shilgan 6 bo'lsa, bu bizda sonli ifoda. Endi bizde eğer 5 qo'shilgan A bo'lsa, bu bizde harflik ifoda. Farq qayda deganda, agar ifodaning tarkibida bir harf bo'lsa, bu bizni birdilla harflik ifoda bo'ladi. Eğer terkibide pekatlı salla bolsun, meyli qo'sh bolsun, bölüş, köpetiş, barlık amellerde pekatla san bolsa, bu bize sanlık ifoda. Eğer barlık amellerden, yani barlık boğanı qo'shdim, iliştim, bölüş, köpetiş, birisi bolsun, bir harf bolsun aralashib ketse, bu birdilla harflik ifoda deb atıldı. Endi bugungi kunda biz o'zgarma deganmi? O'zgarma deb o'rniga san qo'yishga bo'ladigan harfni o'zgarma deb ataydi. Ya'ni qaydani bir qaydalab beray, o'rniga san qo'yishga bo'ladigan harfni o'zgarma deb aytadi. Masalan, biz A o'rniga xohlagan sanni beramiz. Aytaylik, A teng 1 bo'lsa, u chaqda 5 qo'shilgan A ifodasining ma'nosi bo'ldi, 5 qo'shilgan 1 bo'lib, teng qancha bo'ldi? 6 bo'ldi. Agar A teng -7 bo'lsa, u chaqda 5 qo'shilgan A ifodasining ma'nosi 5 qo'shilgan -7 teng 5 tırnaqni ichib o'tsak -7 bo'ldi. Teng -2. Demak, A'ning o'rniga biz xohlagan sanni berib, bu ifodaning ma'nosini qilaymiz, topalaymiz. Demak, o'rniga san qo'yishga bo'ladigan harfni o'zgarma deb aytamiz. Bizning o'zgarmamiz qaysi bo'ldi? A harfi bo'ldi, o'zgarma bo'ldi. Aytaylik, 3x qo'shilgan y ilingan 4. Bu yerda necha o'zgarguvchi bor? Bu yerda yana o'zgarguvchi deydi, o'zgarma deydi. Bu yerda o'zgarguvchilar x, y bilan o'zgarguvchilar. O'zgarguvchilar qisqartib yozdim, xabar bo'lmagan. Endi aytaylik, -x ilingan y bo'lingan 4 ilingan z deyli. Bu yerda o'zgarguvchilar qaysi? O'zgarguvchilar bizda x, y hem qaysi z bo'ldi. Endi aytaylik 3a ilingan b ilingan c desa, bu yerda o'zgaruvchilar qaysi bizda? O'zgaruvchilar a, b hem c. Mana demak biz o'zgarma nima ekanligini bilib oldik. O'zgaruvchi nima ekanligini bilib oldik. Har bir ifoda va sonli ifodani o'zaro ayirib olishni o'rgandik. Qani unda bo'lsa, bundaq bir misollarga ko'chaylik. Kelesi bizde mundaq misal. İfadenin namı qandaq deb bizga mana biraz 4 ta ifoda yazı. Her bir ifoda namını bilishimiz kerak. Endi bu bizde ilish amel turdi. Asosiy amel bu yerda ilish, shu sababni ayirma. Bu yerdagi asosiy amel qaysi degan vaqtida biz alban x va y qo'shimiz, andikin 7.15 ga qilamiz, ko'paytimiz. Demak, bu yerdagi asosiy amel ko'paytish bo'lganlikda bu nima deydi? Ko'paytindi deydi. Endi bu yerda biz qo'shishni ko'ryapmiz. Durusma kesir bölüşüm bildirdi. Bırak belki en asosiy amel bu qo'sh bo'lganlikdan bunu deydi qo'shimda deydi. Albirimiz bölümüz, antikimiz qo'shimiz. Demek asosiy amel qo'sh bo'lganlikdan qo'shimda deymiz. Biz bu yerda aldı bilan suratni hesaplaymiz, durusma? Qanaqda agar sonlar berilgan bo'lsa, andikin buni kesirsiz bo'lganlikdan biz bölümüz. Belki en asosiy amel bölüş bo'lganlik bu bölünme deb atildi. Endi hürmetli o'quvchilar, hürmetli do'stlar, bunda biz 5-sinfda o'tgan biraz mavzular ismi tushirib aytaylik. Bir qanaqda bir 7 degan son berildi. 7 degan son. Mushu songa biz ekson tepishimiz kerak. 7 soniga ekson qancha bo'ldi? 7 soniga ekson qancha bo'ldi? 7 dan 1 bo'ldi. Shunday-ku. Endi 7 soniga, mush 7 soniga, endi qarama qarshi son qancha bo'ldi? Qarama
qarshi. Qarma qarşıdan qancha bo'ldi? -7 bo'ldi. Endi mush 7 sonining italiq 43% qana topmiz. Bizim qimiz 43% sangalansa qancha bo'ldi? 0,43 bo'ldi. Ko'paytimiz qancha? 7 ga. Demak, 7 sonni 43% deb uchun 0,43 ni nima qilish kerak? 7 ga ko'paytirishimiz kerak. Endi mush 7 sonini italiq 10 hassa oshirish kerak. 10 hassa oshirish kerak. 10 hassa oshirish kerak. Onun için nima qilamiz? 10 ni 7 ga nima qilamiz? Ko'paytamiz. Shunday qo'y. Endi qaranglar. Kim bu sonliq ifodalarning ma'nosi deb ish bo'ldi yoki son bilan amaliy o'rinlashni bildi? Harflarmi amaliy o'rinlash shuning o'xshashlar. Hech qanday bir qiyin emas. Bugun ha bo'lmasa beli sal qarang bo'ldi. Svet ketib qoldi mana. Shuni men hozir ba yo'riq bilan darsni tushiryapman. Endi savr qilib mush darsimni tushunib olishimni iltimos qilma. Endi qaraylik. Bizga mush 7 son o'rniga endi boshqa son berilsin deylik. Aytaylik, bir k degan son berildi. K degan son berildi. Birinchi k ni 5 hassa o'ssa qancha bo'ldi? K soni 5 hassa o'sdi. Yoki o'ssa qancha bo'ldi? Bo'ldi 5k bo'ldi. Shunda qo'y. Endi yana qaytadilar. Mushu k sonining 7'den 3 qismi. 7'den 3 qismi nimaga tenglik yo'qdi? Biz nima qilamiz? 7'den 3 ni k ga ko'paytamiz. 7'den 3k deb biz qo'ysak bo'ldi. Endi mushu k sonining 15% ni qana topma. Mana oldingi hisobda 43% ni qildim. 43% topganda 0,43 deb biz oldim. 43% uni shu 7 ko'paytirdim. Shundaqla 15% 0,15 ko'paytirilgan k. Bu 0,15 deymi? 15%. Nimaning 15% desek, qishi k ni ko'paytirib qo'ysak, k ning 15% topgan o'xshab bo'lamiz. K ni o'rniga a ni yozib qo'ysak, demak a ning 15% topgan bo'lamiz. Endi kelasi k soniga ekson qancha bo'ldi? K'dan 1. İtaliq oldingi hisobda 7 soniga ekson qancha bo'lganda 7 dan 1 bo'lsa, demak bu yerda k soni ekson k'dan 1 bo'ldi. Endi kelasi mushu k soniga qarmu qarshi son qisqartirib yozsam bo'lmala qancha bo'ldi? Minus k bo'ldi. K soni moduli-chi? K soni moduli nima teng bo'ldi? Modul k bo'ldi. Yoki mana mushtaq amaliy o'rinlaganda mushtaq yozishni biz yozishni bilishimiz kerak. Kelasi bizda bundaq misol. Daftar x teng turdi, qalam y teng turdi. 3 daftar va 4 qalamga qancha tanga ketdi yoki qancha tanga sarf qilindi deydi. Endi qaraymiz. Agar bizda daftar 10 tanga turgan bo'lsa, 3 daftar 30 teng bo'ladi. Chunki biz daftar sonini uning bahası ko'paytiramiz. Ya'ni 10 ni 3 ko'paytirdik. Agar qalam bizda 5 teng turgan bo'lsa, 4 qalamga 20 teng ketadi. Yoki biz 4 ni 5 ko'paytirib 20 etdik. Endi umumiy qancha ketadi desa, boyaqi 30 ni 20 qo'shib 50 teng ketadi. Endi bu shunga o'xshashlar. Biz bu 3 ni 10 ga ko'paytganda, bu yerda 3 ni x ko'paytamiz. Shunda bizning 3x bo'ldi. Andan keyin 4 ni 5 ko'paytganda, agar qalamning bahası 5 teng bo'lmasa, biz 4 ni 5 ko'paytirdik. Shunda qilib 4 ni y ko'paytamiz. Endi barliq qancha tanga deydi bu yerda. Yoki mushunamisi qancha tanga ketadi desa, biz muhimiz umumiy bahası topganda daftarning umumiy bahası bilan qalamning umumiy bahasini qo'shib, bu umumiy xonani chiqarg'ili bo'ldi. Shunda demak javobimiz 3x qo'shilgan 4y. Endi kelasi bunday bir misol yana. Aytaylik, biz yaxshi ko'radigan olma
Alma A tenge turdu. A tenge. A qanaqtı bir san. Endi 2,5 kilogram alma qancha tenge turdi? 2,5 kilogram alma qancha tenge turdi? Alma qancha turdi? Uni qanday topamiz? Agar alma 100 tenge bo'lgan bo'lsa, biz 2,5 ni 100 ko'paytirdik, durustmi? Demak, 2,5 kilogram alma tepish uchun shundaqla almaning salmog'ini, uning bahosini ko'paytiramiz. 2,5 A deb biz qo'yamiz. Endi aytaylik, 600 tengega qancha kilogram alma keladi, setib berish bo'ldi. Durustmi? Agar bizda alma bahosi 100 tenge bo'lgan bo'lsa, 600 tenge 6 kilogram topdik. Uni biz qanday bu 600 ni 100 ga bo'lik. Bu shuningga o'xshashla 600 bo'lingan A deb qo'ysak bo'ldi. Endi bundaq narsa 1000 tengimiz bor. 1000 tengimiz bor. Biz 4 kilogram alma setib oldik. Alma aldık. Sol mundaq. Qancha tenge qoldi? Qancha tenge qoldi? Agar alma bahosi 100 tenge bo'lgan bo'lsa, 4 kilogram almaga 400 tenge qashlagan bo'lardik. Endi qancha tenge qoldi desa, bizga 1000 tengedan shu 400 tengeni elib 600 tenge dedik. Shundaqmi? Bu yer shuningga o'xshashlar. 1000 tengedan evitimiz 4 kilogram almaga qancha tenge ketadi? Alma bahosi 100 bo'lsa, 4 ni 100 ko'paytirdik. A bo'lsa, demak 4 A bo'ldi. Mana bu 4 kilogram alma ketgan aqcha qolgan tep uchun 1000 dan shu aqchani evatsak, demak biz qilgan aqchining xuni 1000 ilgan 4 A bo'lib mush ifoda turida qoladi. Kelasi, endi bundaq misol yana qarashtirib o'taylik. Endi bundaq misol. Biz bilamiz, iqlim bizda shamol chiqdi deyli. Shamol vaqtida kim taladi mangdi? Bu hisob texnik tushundu yoki kim iqlim bo'yicha cho'mildi suvlarda. Iqlim bo'yicha cho'milsak biz chapsan o'zimiz durustmi? Iqlim qarshi biz chapsan uzalmaymiz. Chunki bizga iqlim bizga qarshilik ko'rsatadi. Shuning uchun bundaq bir hisoblar bor. Iqlim mildamligi V da qo'yili iqlim. Iqlim mildamligi X. V kater da qo'yili kater Y. Endi S iqlim bo'yicha S iqlimga qarshi. S degan yo'l. Ya'ni iqlim qarshi mangan yo'lni va iqlim bo'yicha mangan yo'lni ham iqlim qarshi mangan yo'lni tipinglar deydi. Birinchi yo'lning formulasi S dan V ko'paytirilgan T. Yoki ildamlikni ortiq uchun ildamlikni vaqt ko'paytirib shunaqmi? Endi bizda ikkita ildamlik. Endi demak yo'limiz ikkita bo'ldi. Iqlim bo'yicha. Biz iqlim bo'yicha üssak yoki shamol bo'yicha mangsak, biz chapsamamiz, chapsan o'zimiz. Chunki bizga shamol ildamligi iqlim ildamligiga qo'shildi. Demak, bu V ning o'rnida nima bo'ldi? V iqlim qo'shilgan V kater. Durustmi? Ani ko'paytimiz T ga. Yoki iqlim ildamligi X ni qo'yamiz. Qo'shilgan kater ildamligi Y qo'yamiz. Ko'paytirimizga T ga. Endi yoki biz bu yerda bu T ni har birisiga ko'paytirib etsak bo'ldi. Yoki buni X T qo'shilgan Y T desak bo'ldi. Endi iqlimga qarshi mangan yo'lchi S iqlimga qarshi. Iqlim qarshi mangan vaqtida biz bilamiz, shamol qarshi mangsak yoki iqlimga qarshi üssak biz chapsan uzalmaymiz yoki chapsan manga olmaymiz. Chunki bizning ildamligimizga shu shamolniki iqlim ildamligiga qarshilik ko'rsatadi. Demak, bu yerda V kater ilingan V iqlim bo'ldi. Iqlim ildamligi ko'paytirilgan T. Endi katerning o'rniga Y qo'ydimi? Ilingan X ko'paytirilgan T. T ni har birisi ko'paytsak Y T ilingan X T bo'lib qoladi.
Kelesi biz misal A teng minus 10, B teng 16 bolsa, 5'ten 3A qo'shilgan 4'ten 1 B'ning ma'nosini tepish kerak. Hem 5'ten 3 modul A qo'shilgan 4'ten 1 modul B'ning sonliq ma'nosini qilishimiz kerak, tepishimiz kerak. Birinchi hisobda biz A'ning o'rniga minus 10 ni qo'yamiz, B'ning o'rniga 16 qo'yamiz. Shu chaqda bizning bo'ldi 5'ten 3 ko'paytirilgan minus 10 tırnak ichida qo'shilgan 4'ten 1 ko'paytirilgan 16 bo'ldi. Endi teng 10 bilan 5 qisqaraydi, 2 dan bo'ldi. Endi shuni minus 2 ko'paysa qancha bo'ldi? Minus 6 bo'ldi. 4 bilan 16 qisqaraydi, 4 dan 1 dan bo'ldi. Demak, bu yerda javobi 4, qo'shilgan 4 bo'ldi. Minus 6 plus 4 ma'nosi qancha bo'ldi? Minus 2 bo'ldi. Ikkinchi hisobda biz shundaqla A bilan B ning o'rniga A ning o'rniga minus 10, B ning o'rniga 16 ga tegishli sonlarni qo'yamiz. 5 dan 3 modul A ning o'rniga minus 10 ni qo'yamiz. Modul yapımız. Qo'shilgan 4'ten 1 modul ichida 16 modul yapımız. 5'ten 3. Her qanday moduli ijobiy soni. Yoki 0 dan farqlangan sonning moduli ijobiy son chiqadi. 0 bo'lganda 0 chiqadi. Minus 10 modul 1 dan 10 deb yozamiz. Qo'shilgan 4'ten 1 bu yerda ijobiy son chiqadi 16. Qisqaraydi 2 dan 2 ga 3 6. Qisqaraydi 4'ten 1 dan qo'shilgan 4'ten qancha bo'ldi? 10 bo'ldi. Biz nima qildik? Bergan ifodaning sonliq ma'nosini qilib topdik. Kelasi biz buni hisob AOB bo'lingning gradus miqdori m gradusga. Ya'ni AOB m gradus. OK shola, ya'ni o'tirgan OK sholasi kelib chiqdi mana. OK shola. Endi AOK bo'ling bilan KOB bo'ling nisbati 3 bo'lingan 1 ga. AOK ve KOB bulun tiplanadi agar M teng 180 gradus bo'lsa. Demek M bu barliq AOB bulun qancha gradus? 180 gradusdan keyin. Yani AOK bilan KOB'ning bulun miqdorini tepishimiz kerak. Onun uchun qanday qilamiz? Bergan nisbatlarni foydalanamiz. Aldı bilan 3 ga 1 ni qo'shamiz. Teng qancha bo'ldi? 4 bo'ldi. Demek barlig'i 4. Endi bulun AOK teng birinchi qanday turdi AOK'ga? Layık 3 tur. Demek AOK 4'ten 3. 4 qaydan keldi? Bu 4. 3 ile 1 qaydan keldi? Bu nisbatdagi sonlar ilindirsizmi? 4'ten 3 ko'paytirilgan bulun AOB bo'ldi. Nimishga deyapti? Biz AOK bulun ve KOB bulun qo'shdik. AOK ga KOB ni qo'shsak, bu ikki bulunni buni cho'ng bulun kelib chiqadi. Yoki bu bulun ham qanday? AOB. AOB bulun kelib chiqadi. Demek AOK AOB'nin qanday bir qismi. Qanday qismi deganda AOK AOB'nin 4'ten 3 qismi. Endi KOB-chi. Bunun KOB teng. KOB ikkinchi turda ikkinchi son. Demak bu 4 ni yozma, so'rtiga 1 yozma, ko'paytirilgan bunun AOB deb qo'yma. Endi teng deymiz. Endi AOB qancha gradus? AOB qaranglar, nima deydi? AOB M gradus deydi. M o'rniga qancha qo'yamiz? 180 gradus. Demak AOB to'liq qancha gradus bo'ldi? 180 gradus bo'ldi. Demak 4'ten 3 ko'paytirilgan AOB o'rniga 180 ni qo'yma. Bu yerda 4'ten 1 ko'paytirilgan 180 gradus. 180 bir 4 qisqaradi 45 dan. 45 shu ko'paytsam 135. Qisqaradi 1 45, benim bo'ldi 45 gradus. Demak AOK 135 gradus, KOB qancha? 45 gradus. Kelesi buna hisob. Berilgan ifodalarning mohiyati bormi deydi. Mohiyati bormi deysiz, har qachonla sonliq ma'no berilamdi. Yoki har qachonla bu amallar o'rinlanadi. Yoki har qachonla ma'nosi chiqamdi. Endi qaranglar. Qo'sh amalda har qanday sonni qo'shiq bo'ldi. Bu yerda qolgan sonni qo'shiq bo'ldi. Demak, qo'sh amalda har qachon mohiyati bo'ldi. İlish amalda, demak ko'payish amalga kechirsizlar. Ko'payish amalda yana har qachonlar nima qildi? Mohiyati bo'ladi. Qolgan sonni qo'ysak bo'ldi, nolni qo'ysak bo'ldi, salbiy sonni qo'ysak bo'ldi, ijobiy sonni qo'ysak bo'ldi. İlish amalda shunday har qachon mohiyati bo'ldi. Endi bo'lish amalda biz nima qilishimiz kerak? O'ylanishimiz kerak. Buni boshlang'ich sinflarda ustozlar yaxshi tushuntirib o'tib ketdi. Sonni bo'lish amal durustmi? Qachon ma'nosi bo'lmaydi bo'lishda. Ya'ni sonni nolga bo'lishga bo'lmaydi deb sizga tushuntirdi. Demak, bu son bu bizde bölgüçü. Bu bizde bölüngüç, bu bölgüçü. Peki bölgüçü nol olması. Demek
4b teng bo'lmash kerak nimga 0 ga. Chunki agar 4b 0 bo'lib qolsa, son 0 ga nima qila olmaysiz? Bo'la olmaysiz. Shu chaqda bu ifodaning mohiyati nima qildi? Bo'lmaydi yoki ma'nosi yo'q bir belgilangan so'z. Demak, endi bu yerdan b ni o'rniga endi 4 ni qancha ko'paytsak 0 bo'ldi. Albatta 0 ko'paytsak 0 bo'ldi. Demak, b ning o'rni bo'lmash kerak 0 degan son bo'lmash kerak. Aytaylik, yana bir misol qarashsak, mana shu bo'lishga aytaylik 3a 4 ilingan b degan bersin deyli. Yani bir bölüşemel turdu. Demek 4 ilingan b teng bo'lmash kerak kimga? 0 ga. Endi o'ylamiz, 4 ni qancha nasak 0 bo'ldi. 4 ni albatta 4 nasak 0 bo'ldi. Demek b ni o'rnida qanasan bo'lmash kerak? 4 degan son bo'lmash kerak. Yani b ni o'rnida 4 ni qo'yishga bo'lmaydi. 4 ni boshqa xalgan sonni qo'ysak bo'ladi. Aytaylik, yana bir misol. X qo'shilgan 2 ko'paytirilgan x ilingan 1 bölüngen x plus 5. Qiyni bizde qancha mohiyat bo'lmaydi? Bölüş vaqtida pahas bo'lish kerak, mi? Bölüş vaqtida. Demek bizning bu bölgüchimiz nima bo'lmash kerak? 0 bo'lmash kerak. Qana shart qo'yamiz o'zimiz? X qo'shilgan 5 teng bo'lmash kerak 0 ga. Endi o'ylamiz, qanchaga 5 ni qo'shsak 0 bo'ldi? Albatta minus 5 ga 5 ni qo'shsak 0 bo'ldi. Demek x sonimiz b minus 5 soniga teng bo'lmasligi kerak. Demek ifodaning mohiyati bo'ldi. Agar u yerda faqatla qo'shimali bo'lsa, faqatla ko'paytirishmali bo'lsa, faqatla ilishmali bo'lsa, 3 joqdayda xalgan soni qo'yib, mohiyati bor deb birdilla qo'qmal yozamiz. Ammo bo'lishmalni, ya'ni kasr bilan berilsa, bo'lishmal durustmi? Bo'lishmalda biz o'ylaymiz. Ya'ni bo'lguchi 0 bo'lmash kerak. Mana bölgüçi sürtü bilan chattig'imiz yo'q. Sürtüde xalgan son bo'lyapsin, sürtü 0 bo'layapsin kerak bo'lsa. 0 ni son bo'lishga bo'ldi. Ammo sonni 0 ga bo'lishga bo'lmaydi. Shuning uchun bizga eng asosiy, eng glavnisi maxrij yoki bölgüçi. Yani bölgüçi 0 bo'lmashi kerak. Bölgüçi 0 bo'lmasligi kerak. Bu bölgüçi 0 bo'lmasligi kerak. Aldagi ko'paytgichlar bilan hech bir chattig'imiz, karimiz yo'q. Shunda hurmatli do'stlar, mana az bo'lsin sizlarga bu darsni tushuntirishga tirishdim. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat. Xo'sh, sog' salomat bo'linglar.